Keyingi 5 oy ichida aynan siz video montaj orqali oyiga 10 million so'mdan ko'proq daromad qilishingiz mumkin. Sizdan til bilish, matematik bilimlar, odamlardan ajralib turishingiz yoki qanaqadir iste'dod talab qilinmaydi. Kerak bo'ladigan bitta narsa bu videoda biz sizga beradigan yo'l xaritasi va intizomga amal qilish. Bizning talabalarimiz aynan shu xaritadagi 4 ta bosqichdan o'tib, yaxshigina daromad qilishyapti. Aksariyatining daromadi sizni ham hayratda qoldirishi aniq. Hozir ularni bu natijaga olib chiqqan 4 ta bosqichni hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'ramiz ular qancha daromad qilishyapti. Buni video oxirida bilib olasiz. Demak, birinchi qadam montaj ko'nikmalari. Dasturlardan boshlaymiz. Premiere Pro bu baza. Montajingiz yanada jozibali chiqish uchun yoniga After Effects'ni ham qo'shsangiz, shunda videoda mana shunaqa motionlardan mazza qilib foydalanasiz. Lekin muammo aynan shu yoqda boshlanadi. Hamma dasturni o'rganib oladi-da, nimani montaj qilishni bila olmay vaqt yo'qotadi. Bu xuddi pichoq ishlatishni o'rganib, nima ovqat qilishni bilmaydigan oshpazga o'xshaydi. Va biz bu muammoga ikkinchi bosqichda yechim berdik. Ikkinchi qadam bu format tanlash. To'g'ri tanlangan kontent turi 50% ish bajarildi degani. Hozir eng aktual format bu Reels'lar. Nega aynan Reels? Birinchidan ular tez pulga aylanadi va qilgan ishingiz tezroq ko'rinadi. Talab juda ham ko'p. Har kuni buyurtma olishingiz mumkin. Odatda yaxshi montaj qilingan Reels $30 dan boshlanadi. O'rtacha montajyor bemalol kuniga 2-3 tasini tayyorlay oladi. Ammo hammasi bunaqa silliq ketmaydi. Siz endi boshladingiz. 2-3 ta zakazni hech kim bermaydi sizga. Balki hozirgi qilayotgan ishlaringiz uchun $30 ham to'lanmas. Sizga kerak bo'ladigan yagona narsa 3-bosqichda sizga beradigan formuladan to'g'ri foydalanish. 3-qadam bu portfolio yaratish. Bu eng muhimi. Portfolio sizni qilgan ishlaringiz to'plami. Mijoz sizga buyurtma berishdan oldin qilgan ishlaringizni ko'rib ishonch hosil qilish kerak. Ishlash uchun esa mijoz kerak. Sal chalkashlik bor-a. Bu yoqda 0+0 teng 1 formulasi bor. Ya'ni siz hech bo'lmasa ikkita ishni tekinga qiling va 3-ishingiz daromad olib keladi. Boshida ish yo'q bo'lsa arzonga ishlang, kerak bo'lsa tekinga. Tekinga ham ish topa olmasangiz, shunchaki bitta kinoni olib, ichidan 5 ta reels tayyorlang. Bu orqali ham qo'lingizdan nima kelishini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin kim sizga buyurtma beradi? Xo'p, montajlar zo'r chiqyapti, portfolio qildingiz, pul to'layman degan mijoz yo'q. Daromadgacha bir qadam qoldi. Bu oxirgi to'siq. 4-bosqichda bu to'siqni yorib o'tamiz. Va nihoyat final, oxirgi qadam. Bozorga borligimizni e'lon qilish. Bu bosqichga taxminan 3 oylarda yetib kelasiz. Shu vaqtgacha montajni o'rgandingiz, yo'nalishingizni topdingiz, portfolio yaratdingiz. Endi bo'lsa shuncha iste'dodingizni yashirib o'tiribsiz. Bu xato. Ommaga kimligingizni bildirishingiz kerak. Ishni tanish bilishlaringizdan boshlang. Siz montajyorligingizni va qanaqa ishlar qilayotganingizni ko'rsating. Berilgan e'lonlarga yozing. Eng asosiysi, qilgan ishlaringizni Instagramga joylab boring. Oldin va keyingi holatlarni ko'rsating, ya'ni dopost qilib ko'rsating. Birinchi pullik ish takliflari aynan shu bosqichdan keyin kela boshlaydi. Endi savol, bu xarita 3 oy vaqtingizni ketkazib, shuncha ish qilishingizga arziydimi? Biz bu xaritani 400 dan oshiq talabalarimizga sinab ko'rdik. Birinchi 3 oyda 77% o'quvchilarimiz $200 dan $1000 gacha daromad qilishni boshlashgan. Misol uchun Nodirbek talaba bo'lgan. Bo'sh vaqtida montajga qiziqib yurardi. Edit maktabida 3 oylik kursida 4 ta bosqichni hammasidan o'tib, 5-oyda Thomson School'ga montajyor lavozimiga ishga qabul qilindi. Daromadi video boshidan aytilgan miqdordan ko'p. Nodirbek hozir Edit maktabi jamoasida montajyorlik faoliyatini davom ettiryapti. Bu videoni ham o'zi montaj qilyapti. Bunaqa o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Hammasi bu videoga sig'masa kerak. Aynan sizga hozir ideal taklifim bor. Yuqorida aytilgan 4 ta bosqichni hammasini Edit maktabining 3 oylik o'quv dasturida bosib o'tasiz. Premiere Pro, After Effects, uslubni shakllantirish, yo'nalishingizni topish, hammasi. Darsliklar to'liq amaliyotga asoslangan. Portfolio qilishingizga hojat yo'q. Kurs oxirida sizda yaxshigina portfolio tayyor bo'ladi. 3 ta ustoz va butun Edit jamoasi sizga daromadgacha yordamlashadi. Va diqqat qiling. Edit maktabi kursni tugatgan har bir o'quvchisiga ish taklif qiladi. Va kursga yozilgan birinchi 15 kishiga 2,5 million so'mlik video montaj orqali daromad qilish bo'yicha Gismoxon Nazarov tomonidan yozilgan kurs bepulga qo'shib beriladi. Video pastida va kommentariyada kursga yozilish uchun havola qoldirdik. Ro'yxatdan o'tsangiz, mutaxassislar sizga bog'lanib, to'liq ma'lumot berishadi.